Avvalma maylashib ketgan qiyin bir qavat moyni tozalab ko'rib baqili ha. Danlıq çolpanlar obraz vekili bo'lgan mahsulotlarning hammasi yaxshi bo'lishi kerakmi? Avval filmni ko'raylik. Mani gap qilmay ilinglar 29 qo'y 9 mo'ga 5 quti yerdikan. Shunchalar aloqalab ketgan ko'p. Shunchalar qiynalmaylar. Birdamda pak-pakiz tozalab bo'ldi qaranglar. Buning to'g'riliq ortiq e'lon so'zligim yo'q. 29 qo'y 9 mo'ga 5 quti har birisi 6 qo'ydan to'g'ri kelmaydi. Saqqala seri qalbidan iliblar. Mana filmdagi o'xshashni opam 29 qo'y 9 mo'ga 5 quti setyapti ekan. Bir eshikning ichidan mushunda qutidan 5 qutisi yo'q chiqar ekan. Bir qutisi 480 gramm ekan. Ishilchi qo'llanmasi qaraydigan bo'lsak, har xil bustatqo maylashib ketgan qozon qumishlarni yuvish qilmas keldi ekan. Andan mas suyuqlikni chechib, o'rnini turg'izgandan keyin aytibsangiz pakil chiqdi ekan. Avvalma maylashib ketgan qiyin bir qavat moyni tozalab ko'rib baqili ha. Mana ustidagi qiyin 1 sm keladigan moyni boshda qirib o'tay ya vallah. Bir xil yengil oplesin turaydi ekan bu. Mana bular soat qaraydigan bo'lsak, hozir 16 dan 43 tutdi. Yana 10 minut qo'yib qo'ygandan keyin anandan keyin aytib ko'rib baqili ya. Mana bular soat qaraydigan bo'lsak, 16 dan 54 naq 10 minut tutdi ha. Endi bir aytib ko'rib baqili, faqat chiqaraman-da. Oyey. Qaranglar, bunda yengillam aytib qo'ysangiz mana. Ertib baksat yumshoq qilibdi ha, vallah. Ha, vallah, hozircha mushuncha ko'z tutib turasizlarga. Endi mana bu statning tish tarafini yuvib ko'rib baqili ha. Ha, endi aytib ko'rib baqili ha, chiqaraldimi, chiqarmadimi? Qaranglar vallah, matar bilan. Testlar chiqaryapti ya. Bu narsaning moy chiqarish unumi haqiqatan bak yaxshi ekan. Uning ustiga purqimi nihoyat yaxshi puraydi ekan, bir xil mizlik aplesin puraydi ekan. Sizlar ko'rdinglar, ishiltish jarayonida hech qanday palak yeymidim. Mana hozirmi qo'limni chechib turibdi-mi, qo'limda hech qanday etishilgan yoki bo'lmasa qichishilgan alomatlar ko'rinmadi. Demak, buning terig'im hech qanday aks ta'siri yo'q degan gap. Mushunda qutidan 5 qutisi 29 qo'y 9 mo, bir qutisi aran 6 qo'y degan gap. Shunga bu mahsulotni xotirjam setib olsangiz bo'ladi.